Gari. Ye. Nimaga? Bormisiz aka, ko'rishmaganimizga ancha yil o'pdi. Ha, o'xshatma, kecha mashina bozorda birlaydik-ku. Nima oldi aka, yaxshi muammo, mashinani muammosi. Aka o'zidan ashatdaysiz, hammasi kundek ravshanida aka. Deyishadi o'zlaricha. Yangi biletxonam fonlari qalay bo'pti, yaxshimi? Bu fon bo'lmabdi. Yo'q. Almashtir. Yaxshi kelyapsizmi aka? Salomat o'zingiz ham yo'llarda? Ha, bu yo'llar buncha u yama. Aka yaqinda o'pin mujitda yutdik. Bu yo'llar yamaladi hammasi aka yaqin. Chiroyli bo'ladi aka, xavotir olmang. Aka buni yangi biletxonaga tozaroq ishtonda kelmabsiz aka, kirishtonda kelibsiz. Buni qo'y, u Ehsonga otang chiqarmi, nima qiladigan bo'ldi? Ha, boradi. Otam endi boradi aka. Qizing katta bo'lyaptimi? Ha, aka ancha gapirib qoldi. Qachon qarasa, kakka deyapti aka. Ha, shirin bo'lsa kerak. Lekin kelinga tushuntirib qo'y, o beshikka qalin kiyim bilan belamasin. Nimaga? Bola terlaydi. Ha, bu yog'i ham bor-da aka. Bu ham bor. Bir bilyardda tashlashmaymizmi? Aka, baribir mendek o'ynalmaysiz aka. Uni qo'ying, mana shu bilyarddan kelgan pullar to'plab, tepaga ikkinchi etajga kompyuterxona ham qurmoqchiman. Shunga nima deysiz? Boss, fazingni bersin.